Assalomu alaykum, yaxshimisizlar hurmatli kuzatuvchilar. Biz Qo'qonga navbatdagi obyektimizni razmer olishga kelgandik. Rishtondan bizni bezovta qilishdi. Oldingi mijozimiz darvozalarni qo'yib berganmiz. Chiroyli holatda mana uylariga o'rnatilgan. Qilinayotgan bir remontlar, qurilayotgan uylar xayrli bo'lsin. Mana shu sentr zamokning ichidan shlakmi nimadir tushgan, shu burolmay qolgan. Mijozimiz aytdilar, oxirigacha burolmayapti, shuni ko'rib bering deganlarga men keldim. Sentr zamokni o'qi mana shu burchatgan, chizadigan holat bo'lib qolgan. Endi hozir o'sha narsa shamolda 2 marta eshik ochilib yopilganda tushib ketibdi va ishga tushib ketgan. Mana shunaqa holatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Shunga bularga aytdim, eshigida avaylamasdan qattiq ochib yopib ishlataveringlar. Hech qanaqa buziladigan joyi yo'q dedim. Hozir yon tomonlariga ham o'zim takliflarimni berdim. Devor xom g'ishlik hisobiga darvoza mushni o'rnamagan, bu yoqda beton yo'q. Shu joyi ko'chirib, rastvor bilan chiroyli qilib zamaska qilib qo'yishadigan bo'ldi. Xudo xolasa darvozalarimizni o'rnatamiz, mijozlarni rozi qilamiz. Keyingi servis xizmatlari chiqib qolsa ham biz Siyozda bo'lamiz doim. Hali ishimizni bitirib, shu bilan yo'qolib qoladigan odatimiz yo'q. Qaranglar, mana zamoklari, ochilib yopilishlari ham mana yumshoq. Juda chiroyli holatda darvoza uyga, ko'rkiga ko'rk bag'ishlab turibdi. Egalariga uzoq yillar xizmat qilsin, xudo xolasa temir bo'yicha aloqaga chiqa olasizlar. 12 viloyatga dastavka ustanovkalar bepul. Shunaqangi o'zimizning ishlarimizda servis xizmatlari bo'lsa ham keyinchalik bajarib berib turaveramiz. Darvoza egalariga buyursin, juda chiroyli bo'libdi. Yaxshi kunlarda ochilsin. Darvoza ochish ishi garantiya shu joyda bilinadi. Sog' bo'linglar.